2026 Chevrolet El Camino zamonaviy uslub va klassik merosni birlashtirgan noyob pikap sifatida avtomobil ixlosmandlari e'tiborini tortmoqda. Ushbu model kuchli tashqi ko'rinishi, katta old panjarasi, zamonaviy LED faralari va sport uslubidagi kuzovi bilan ajralib turadi. Keng yuk platformasi kundalik foydalanish hamda sayohatlar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Salon ichida yuqori sifatli materiallar, raqamli asboblar paneli va katta multimedia ekrani haydovchiga zamonaviy qulayliklarni taqdim etadi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanishi ulanishni yanada osonlashtiradi. Kuchli dvigatel, silliq avtomatik uzatma va yaxshilangan osma tizimi har xil yo'llarda ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari orasida avtomatik favqulodda tormozlash, yo'lakni ushlab turish yordamchisi, adaptiv kruz nazorati va kor nuqta monitoringi mavjud. Yoqilg'i tejamkorligi ham avvalgi avlodlarga qaraganda yaxshilangan bo'lishi kutilmoqda. Aerodinamik dizayn avtomobilning samaradorligini oshiradi va yo'lda barqaror harakatlanishiga yordam beradi. Keng o'rindiqlar uzoq safarlarda ham qulaylikni saqlaydi. Orqa kamera va park yordamchilari tor joylarda mashinani boshqarishni osonlashtiradi. Chevrolet El Camino o'ziga xos dizaynni amaliy imkoniyatlar bilan uyg'unlashtirgan model sifatida ko'plab haydovchilarni qiziqtiradi. Agar siz zamonaviy pikap va klassik uslubni bir mashinada ko'rishni istasangiz, ushbu model albatta e'tiborga loyiq. Sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring. Yangi Chevrolet avtomobillari haqida batafsil sharhlar va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Tarmax kanaliga albatta obuna bo'ling. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz kanal rivojlanishi uchun juda muhim. Kelgusi videolarda yana yangi Chevrolet modellari, texnologiyalari, sinov natijalari va foydali ma'lumotlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Tomosha qilganingiz uchun rahmat va keyingi videolarda albatta uchrashguncha xayr.